dunyoda gap qaytarmaydigan xotin yo'q deyshadi-ya. Voy dunyo beg'abarlari, voy omilari, hammalar. Farg'onada nainki bu yer, butun O'zbekistonda taniqli aktyor O'zbekiston xalq artisti Muhammad Solih Yusupov haqida so'z borganida, ha, anavi Qo'chqor akami deyshadi. Qo'chqor Sharof Boshbekovning Temir xotin pyesasidagi obraz. Bu rolni ilgari ham, keyin ham bir necha aktyorlar ijro etganlar, lekin xalq yodiga Muhammad Solih Yusupov ijrosi muhrlanib qolgan. Pyesani bu yerga kelib qolishi bu Olimjon Salimovni, Sharof Boshbekovlarni juda katta xizmatlari evaziga bo'lgan. Sharof akani o'zi kelib bizga pyesani o'qib bergan va mana shu spektakl, mana shu pyesani o'qish jarayonida hamma o'ziga rol tanlagan. Jumladan men ham shu Qo'chqorni o'ynash niyatim tug'ilgan, lekin afsuski o'sha paytda Sharof aka bunga unamagan. Ha, men Qo'chqorda oriq, shunaqangi novcha, qora bir odamni tasavvur qilib yozganman, ezilib ketgan mehnatda. Ha, bu Muhammad Solih semiz bunaqa ekan, bu to'g'ri kelmaydi deb shunaqa degan. Shunga qaramasdan aktyor rol uchun kurashadi va nihoyat uni ham talabgorlar ro'yxatiga kiritadilar. Uylanasiz deganingiz? Ay, gapida Qo'chqor gapi. Men 5-dublyor bo'lib bu rolga tasdiqlanganman. Lekin ish jarayonida, spektakl jarayonida hamma o'sha men bilan dublyor bo'lgan aktyorlar hammasi voz kechishdi roldan va menga qolib ketdi Temir xotindagi Qo'chqor obrazi. Xudoga shukr, bu ham omad, ham nima deymiz, o'sha mehnat deymiz-u, lekin bu yerda ham bir o'sha ustozlarni, o'sha avtorni, muallifni, rejissyorni menga bo'lgan ishonchini ozgina oqlaganim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuni oqibatida bu rol menga juda katta shuhrat keltirdi. Muhammad Solih Yusupov Toshloq tumanida tug'ilib o'sdi. Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutini tugallagach uni shu dargohda olib qoldilar, lekin onasi suyukli o'g'liga zor edi. Onam shu yonimda bo'ling deganlari uchun men Toshkentdagi hamma nimadan voz kechib shu Farg'onaga keldim va Farg'ona teatrida juda meni yurakdan, qalbdan yaxshi ko'rib qabul qilishdi. O'sha paytdagi Adham Karim degan rahmatli direktorimiz menga 1 yilning ichida uylar berdi, boshqa bo'ldi. Ana shuni oqibatida men Farg'onaga shundoq mixlanib qoldim va bundan men nihoyatda xursandman. Mana shu yerda san'at avvalo institutda ustozlardan o'rgangan bo'lsam, bu yerga kelganimdan keyin mashhur ustozlar, O'zbekiston xalq artisti Jaloliddin Oxunovlar, Solijon Ahmedovlar, Zunnun Madaliyevlar, bularning darslarini oldim. Bu menga ham hayot, ham san'at darslari bo'ldi. Men shularni xizmatlari bor deb o'ylayman har bir yutuqlarimda, har bir qilgan ijodiy ishlarimda. Shundan keyin Farg'ona teatrida Toshkentga sayohat komediyasi sahnalashtirildi. Muhammad Solih Yusupov bosh qahramon Asonboy obrazini shu qadar mahorat bilan yaratdiki, tomoshabin go'yo o'tgan asr voqealigi ichiga tushib qolgandek sezar edi o'zini. O'rta Osiyo va Qozog'iston teatrlari festivalida aktyor 2 bor yuqoridagi mana shu rollar ijrosi uchun eng yaxshi erkak roli ijrochisi nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Muhammad Solih Yusupov uchun janr chegarasi degan tushuncha yo'q. Komediyadan tortib dramagacha barcha uslubdagi spektakllarda katta va kichik rollarni, bosh qahramonlar va ikkinchi darajali personajlarni qiyomaga yetkazib ijro eta oladi. U bosh rollarni gavdalantirgan spektakl va filmlar xalqimiz e'tirofiga sazovor bo'lgan. Ayniqsa Temir xotindagi Qo'chqor, Toshkentga sayohatdagi Asonboy, Bombadagi Xolmat, Mehrobdan Chayondagi Solih Maxdum kabi obrazlari hayotiyligi, o'zbekona olami, sof yumor va milliy qiziqchilik an'analariga yo'g'rilgani bilan o'zbek san'ati solnomasiga o'chmas harflar bilan yoziladi. Aktyor ijodi u har qancha mahoratga yo'g'rilgan bo'lsa-da, hamisha ham yuzaga chiqavermaydi. Ba'zida o'sha zamon zayligi ham duch keldi.
odam deganim shunaqa ichki qora bo'ladimi ya? Har bir davrni o'ziga yarasha siyosati, o'ziga yarasha ijodda ham o'ziga yarasha ana shu zamon bilan hamohanglik bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Sobir Sayxonni Adashganlar degan bir romani asosida film suratga olindi. O'sha filmda ham menga rol tegdi, ya'ni o'zimizni shu vatandoshimiz shu Varzak tumanida yashagan va o'sha davrda 20-yillarda bu yerdan ketishga majbur bo'lgan, shunaqangi bir taqdiri qiyinchilik bilan hayot kechirib, keyin o'sha yoqda chet elga o'tib ketgan insonlar haqidagi video film edi u. O'sha yerda ana shu insonni Amudaryodan kechish jarayonidagi bir holati bor. U uyidan tuprog'ini olib, bir xaltaga tuproq solib, agar mabodo men chet elda o'lib ketadigan bo'lsam, mana shu qabrimning ustiga shu tuprog'imni sepib qo'yinglar deb bola chaqalariga tayinlab turib, keyin o'sha o'zi bilan olib ketayotgan joyida shu daryoni to'polon, ya'ni so'aligini o'tayotgan jarayonida yiqilib qo'lidagi o'sha tuproq Amudaryoga oqib ketadi. U bu narsaga chidab dod faryod chekadi. Lekin o'sha yoqda o'zini vatanini tuprog'isiz o'sha yerda u inson dafn qilinadi. Mana shu insonni kechinmalari, qiyinchiliklari va hokazolari ana shu video filmda ham juda katta o'rin olib, juda ajoyib ko'rsatilgan. Lekin film nimagadir taqiqlanib qolib ketdi. Yana bitta filmimiz Sudxo'rning o'limi 9 seriyali badiiy film olingan. Tayyor, montajga tayyor turgan joyida 2007-yili to'xtatilgan. Nima sababi noma'lum. Muhammad Solih Yusupov teatr va kino san'atiga birdek qiziqdi. U ijro etgan bosh va epizodik rollar hamisha tomoshabin yodida qolgan. Ayniqsa Bomba filmida Xolmat obrazi. O'sha Xolmat aka obrazini ijro qilganman. U yerda Jamol Musoqov menga probasiz shu rolni menga bergan va men mana shu Xolmat aka obrazi bilan butun kino olamida juda katta bir meni ijodimda bir katta yutuq, katta bir muvaffaqiyat bo'ldi deb o'ylayman. Undan tashqari yana Melis Abzalov Xotan Fayziyev bilan birgalikda olgan Ta'ziyadagi to'y degan badiiy film bo'ldi. Norcha degan obrazni menga berganlar. Melis aka o'sha rolni o'ynadim. Bu ham xalq o'rtasida ancha-muncha shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Har bir ijodkor yangi rollar orzusida yashaydi. Muhammad Solih Yusupovda ham bunday niyat bor. Meni umr bo'yi orzu qilib kelgan rolim Navoiy obrazini yaratish edi. Navoiy obrazini yaratish qaysi Navoiy? Ya'ni biz o'sha o'zining davrida Izzat Sulton Uyg'unlar yaratgan Navoiy ham juda chiroyli, juda go'zal, butun xalqimizga eng yaxshi Navoiy haqidagi ma'lumotlarni bergan. Olimxo'jayev shu rolni ijro qilganlar va Navoiy obrazi xalqimizni juda katta durdonasiga aylangan obrazlardan sanaladi Olim akaning roli. Endi men ham shunaqangi bir niyat, orzuyim bor edi. Navoiyni nafaqat o'sha ma'rifatparligi, uni xalqparvarligi va hokazolari bilan birgalikda uni o'sha tasavvuf vakili sifatidagi yana bir qirrasini sahnada olib chiqib ko'rsatish, filmdami yo nimadami, sahna teatrdami, buni o'ynash meni orzuyim, niyatim. Muhammad Solih Yusupov uzoq yillar Farg'ona musiqali drama teatrida aktyor, bosh rejissyor, direktor lavozimlarida ishladi. Hozirda faoliyatini Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabida davom ettirmoqda. Unga 1999-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni berilgan. Shu kunlarda esa sevimli aktyor o'zining qutlug' 70 yoshini nishonlamoqda.